Salom berdik, qadrli do'stlar. Sizlar bilan Farzitkay va bugun 18-iyun 2026-yil uzoq kutilgan O'rgimchak odam yangi kun filmining ikkinchi treyleri taqdim etildi. Treyler aslida kecha chiqishi kerak edi, lekin treyler cho'zildi va bugun ertalab taqdim etildi. Kecha treylerni kutib jonli efir ochgandim. Jonli efirda muxlislar bilan treylerni kutgandik, lekin treyler chiqmadi va efirni o'chirganimdan keyin 1 soatlardan keyin chiqdi treyler. Ya'ni bugun 12:00 atrofida. Eng ajablanarlisi, treyler o'zbek tilida ham taqdim etildi, o'zbek tilida rasmiy dublyajda. Shuning uchun bu videoda treylerga reaksiya qilib ko'ramiz. Aslida reaksiya yo'nalishim, meni yo'nalishim emas. Unchalik yoqtirmayman treylerlarga reaksiya qilishni. Lekin o'zbek tilida rasmiy dublyajda Marvel filmi birinchi marta taqdim etilyapti. Buni albatta tomosha qilish kerak. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Treylerni ko'ramiz, dublyajga baho beramiz va ba'zi bir detallarni aniqlaymiz. Demak, boshladik. Menga nima bo'lyapti o'zi? Meni sog'ingandirsan. Skorpion va O'rgimchak odam o'rtasidagi jang. Aqldan ozyapman shekilli. O'zimni boshqara olmayapman. Qanday bo'lmasin, buni tuzatishim kerak. O'rgimchak odamning ko'zlari yana qora. Oldingi treylerda ham shunday ko'zlari, ya'ni qora tusdagi ko'zlari ko'rsatilgandi. Bu bizning MITdagi so'nggi semestrimiz. Men buni birov ko'ryapti deb o'ylaysanmi? Dublyaj menimcha yaxshi. Kimdir ko'rayotgandi. Balki ko'rishguncha kimdir. Tushuntirlar. Bu nima? Doktor Banner, Organik to'rlar. siz DNK mutatsiyasini to'xtatish yo'lini topdingiz, to'g'rimi? Agar meni bu siz ko'rsangiz, qoching. Uni yaxshi jihatlarini saqlab qolish mumkinmi? Tabiatning yaxshi yomon tomonlarini qanday ajrata olasiz? Ming bor uzr. Meni talabam emasligingiz aniq. Doktor Bannerning ovozi. Biz nazorat qilib bo'lmaydigan xavfga duch keldik. Ilg'ab bo'lmayapti hatto. CDCning qahramoni. Uni ta'sir kuchi yetmaydigan, uni seza oladigan yagona odamsiz siz. Sizningcha nimani izlashyapti? Netning doskasi. Qiziqib qoldingmi deyman? U g'alatalardan emasman, ishon. U biroz g'alati. Men ham jayman. Tanishmasmi deylar? O'rgimchak odam, qalaysan? Ichindagi maxluqdan ozod qilaylikmi? MJdan xabar olish kerakga o'xshaydi. Jazodan qutulib qola olmaysan. U qutulib qolishi mumkin. Bunchalik katalashishingizni bilmovdim. Voy. Uzr, lekin bu yerda qolishing xavfli. Menga ishon. Yaxshi. Buni barchasi dahshatli tus solishi mumkin. Bu kim bo'ldi yana? O'zing kim eding? Frank, iltimos, boshqa boradigan joyim yo'q. Ammo seni sevadiganlar Bir o'zi ketaveradimi? qanday bo'lsang shundayligincha sevadi. Nimadir qilmoqchi bo'lsang shu zahot qil. Yana ko'zlar qora. Hech qachon unutma. Qanchalik kuchli bo'lsang ham. Sog'indim, May. May Parker. Out. O'rgimchak odam yangi kun. Mayli, bir daqiqa. Hozir. Endi maktab o'quvchisi emasman. Cho'zilib olay. Sen ham cho'zilib turasanmi? Bu juda foydali. Tayyormisan? 6-avgustdan kinoteatrlarda, premium formatlarda tomosha qiling. Umuman olganda yomon emas treyler, lekin dublyajida biroz nima deydi, ovozlari biroz tushmagan. Ulardan birinchisi bu O'rgimchak odam Peter Parkerga, sababi bu ovozga O'rgimchak odam obrazida Abdulhay Otaxo'jayev ovozini eshitib o'rganib qolganmiz, lekin Diyorbek Ibragimov nazarimda
yaxshi ovoz beradi Diyorbekam, lekin Abdulhay Otaxo'jayevdek emas. Undan tashqari film 6-avgustdan boshlab yurtimiz kinoteatrlarida o'zbek tilida qo'yiladi. Filmni Geek TV ijodiy jamoasi dublyaj qiladi rasmiy tarzda. Bu qanaqadir qaroqchilik yoki piratskiy yo'l bilan emas, rasmiy tarzda kirib keladi. Faqat filmni Geek TV studiyasi dublyaj qiladi. Ya'ni rasmiy nima deydi, ustoz san'atkorlar tomonidan emas. Undan tashqari treyler bir haftacha oldin tarqalib ketgandi. O'shandan beri men treylerni ko'rganim yo'q. Mana original chiqqanda ko'raman degandim. Menga treyler yoqdi. Siz ham o'z fikrlaringizni, treyler haqidagi fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Treylerning to'liq tahlilini qilaman albatta. O'tgan safar treylerning yarim soatlik tahlilini qilgandim. Bu safar ham xuddi shunday qilish niyatim bor. Kommentariyaga yozib qoldiring. Birinchi O'rgimchak odamning treyler tahlili chiqsinmi yoki Hulk filmining tahlili chiqsinmi? Shunga qarab treyler yoki filmni birinchi bo'lib tahlil qilaman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.